Oxirgi 5-6 yil ichida Xitoy avtomobillari haqida fikr butunlay o'zgardi. Oldin ular arzon variant sifatida qaralgan bo'lsa, hozir esa ular to'g'ridan-to'g'ri premium segmentga kirib kelmoqda. Bugun biz ko'rayotgan model Zeekr 7X bu shunchaki yana bir elektrik crossover emas. Bu model bilan ishlab chiqaruvchi biz texnologiya, quvvat va sifat bo'yicha global darajada o'ynay olamiz deb e'lon qilmoqchi. Zeekr brendi yirik avtomobil guruhi Geely tarkibiga kiradi. Bu degani loyiha ortida tajriba va jiddiy resurs borligini anglatadi. 7X dizayni agressiv emas, u vazmin va zamonaviy uslubda bajarilgan. Old qismida toza elektr uslubdagi ingichka LED optika va yopiq panjara joylashgan. Kuzov chiziqlari silliq ishlangan bo'lib, aerodinamik qarshilik kamaytirilgan. Orqa qismida esa bir butun yorug'lik chizig'i mashinaga zamonaviy ko'rinish beradi. Bu mashina ko'chada ko'zga yaqqol tashlanmaydi. U shunchaki ko'plab mashinalar orasida premium ko'rinadi. O'lchamlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 4.8 metr, g'ildirak bazasi qariyb 2.9 metr. Bu esa salonni keng bo'lishini anglatadi. Zeekr 7X 800 voltli zamonaviy platformada qurilgan. 800 volt tizimi nima beradi? Birinchidan tez zaryadlash, ikkinchidan energiya samaradorligi yuqori, uchinchidan kamroq issiqlik yo'qotish. Bu texnologiya hozir premium elektromobillarda qo'llaniladi. Batareya variantlari 75 kWh va 100 kWh da taklif etiladi. Yurish masofasi CLTC sikli bo'yicha 600 km dan oshadi. Tez zaryadlash stansiyasida 10% dan 80% gacha o'rtacha 20-30 daqiqada to'ladi. Bu degani Zeekr 7X bilan uzoq safar qilish muammo emas. 7X bir nechta versiyada bo'lib, orqa privodli versiya 320 ot kuchiga ega. 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish 6 soniyada. 2 motorli to'liq privodli versiya esa quvvati 550 ot kuchiga chiqadi. 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish 4 soniyada. Old tomonda McPherson osma, orqa tomonda ko'p richagli mustaqil osma tizimi. Ba'zi versiyalarda pnevmatik osma ham mavjud. Past og'irlik markazi sababli burilishlarda mashina barqaror. Og'ir crossover hissi yo'q. Boshqaruv ancha ishonchli. Salonda o'tirganingizda birinchi seziladigan narsa minimalizm. Katta markaziy sensor ekran, raqamli uskunalar paneli, atmosfera yoritish, yuqori sifatli materiallar. Fizik tugmalar juda kam. Boshqaruv asosan sensor va dastur orqali amalga oshiriladi. Orqa qatorda joy yetarli bo'lib, oila uchun ham qulay variant. Zeekr 7X zamonaviy haydovchi yordamchi tizimlari bilan jihozlangan. Adaptiv kruiz kontrol, chiziqlar orasida ushlab turish, avtomatik favqulodda tormoz, 360 daraja kamera, radar va sensorlarga asoslangan yarim avtonom haydash funksiyalari. Bu funksiyalar kundalik haydashni ancha yengillashtiradi. Bir necha yil oldin Xitoy avtomobillari kamsitilardi. Bugun esa ular 800 voltli platforma, 550 ot kuchi va 4 soniyalik tezlanish bilan chiqyapti. Savol oddiy. Agar texnologiya, quvvat va qulaylik bo'lsa, faqat brend uchun ortiqcha pul to'lash qanchalik to'g'ri? Tasavvur qiling, 400 kW quvvat, 760 Nm moment, 0 dan 100 km/s 4.8 soniyada. Bu sportkar emas. Bu ramali plug-in gibrid, haqiqiy yo'l tanlamas. Denza 5 haqiqatan ham o'yin qoidalarini o'zgartirmoqchi. Denza 5 oddiy gibrid emas, bu plug-in gibrid. Asosiy ko'rsatkichlaridan umumiy quvvat 544 ot kuchi, to'liq privod, past uzatma mavjud. Xitoy bozorida Fangcheng Baobao 5 nomi bilan tanilgan va 650 ot kuchigacha versiyasi ham mavjud. Bu model ramali konstruksiyada qurilgan. Ya'ni bu avtomobil shunchaki biznes center parkovkalarda chiroyli turish uchun emas, balki shahardan tashqarida asfalt tugaganda off-road imkoniyatlarini ko'rsatish uchun ishlab chiqarilgan. Denza B5 ning umumiy yurish masofasi 1000 km dan oshadi. Shahar ichida esa ma'lum masofani umumiy benzin ishlatmasdan bosib o'tish mumkin. Ya'ni kundalik hayotda elektr, uzoq safarda esa benzin yordam beradi. Denza B5 ning kuchli tarafi off-road imkoniyatlarida bo'lib, baland 310 mm gacha klirensga ega. Unda to'liq privod, low range differensial blokirovkalari mavjud. Bu mashina qum, loy, tosh kabi maxsus off-road rejimlariga ega. Denza B5 5 yulduzli NCAP xavfsizlik reytingini olgan. Natijalar bolalar xavfsizligi 95%, katta yo'lovchilar himoyasi yuqori ko'rsatkich. AEB va Safety Assist tizimlari yaxshi natija ko'rsatgan bo'lib, kuchli off-road va yuqori xavfsizlikni birga mujassam etgan. Salonda klassik yo'l tanlanmas kayfiyati yo'q. Katta raqamli displeylar, zamonaviy multimedia, premium materiallar, ADAS tizimlari,
Bu mashinaning salon qismi premium SUV, tashqarisi esa haqiqiy yo'l tanlamas. Denza B5 haqiqiy off-road avtomobilining o'tuvchanligi, superkar darajasidagi quvvati, gibridning tejamkorligi va NCAP tomonidan tasdiqlangan 5 yulduzli xavfsizlik darajasini birlashtiradi. Denza B5 yuqori darajadagi ADAS tizimi bilan jihozlangan. Bu tizimlar har bir safaringizni qulay, ishonchli va xavfsiz qiladi. ADAS tizimlari haydovchiga yordamchi bo'lib, charchoqni kamaytiradi va xatoliklarni oldini oladi. Natijada safar yengilroq bo'ladi, xavfsizlik sezilarli darajaga oshadi. Uzoq yo'lda stress kamayadi. Bu universal SUV izlayotganlar uchun variant bo'lib, oila, uzoq safarlar yoki tabiat qo'yniga chiqish uchun munosib avtomobil. Eng muhimi, dinamika va xavfsizlik borasida hech qanday murosasiz.